Surxondaryoni gapir, Surxondaryoda qanday Imom Tirmiziy Hazratlar, Tirmiziylar, buyuk allomalar, qahramonlar, Qo'ng'irot barchinoylar, haligi nima edi yana bittalar, boysarilar, bir ajoyib onlar o'tgan diyor. Hay deganda Chinor tomiridan. Amin. Alpomish bobomiz Qo'ng'irot elidan. Aytdimi Jahongirda? Akmaljon, Ana Azamatjon. Azamatjonlar, ana shu azamonlar o'sha alpomishlarning evarasi bo'lsa kerak. Maşallah. Yo'g'onligidan, baquvvorligidan, haybatidan bilaman-da endi. Yana boshqalar u Surxondaryoning odami juda ham nima bo'lar ekan? Nima saxiy, nihoyatda qo'li ochiq, nihoyatda bir narsani ayamaydigan odamlar bo'lar ekan. Buni misolini bizni bu yerga mehmon bo'lib Surxondaryodan bir mehmon kelib qolibdi. Bular armiyada billa bo'lgan ekan, armiyada. Bu Sovet davlati vaqtida kelgandan keyin Sharxonga mehmon bo'lib kelibdi-da, menga qarang, Xo'japandi. Kelinini o'g'lim debdi. O kataydan debdi, bitta tovuqni olib chiqib so'y, Surxondaryodan mehmon kelib qoldi debdi. Ha, deb kasal ilivlagan o'ladigan tovuqni olib chiqib so'yibdi. So'yib bo'lib, ota so'yib bo'ldim. Nima qilay, hammasini solayapsa, yarmini olib qo'y debdi. Yarmini olib qo'ydi. Hali yarimta mehmon bilan tovuq bilan kelgan nimani mehmon qilib jo'natib yuboribdilar. O'rtoqlari. Oradan 1 yil, yarim yil o'tgandan keyin bu kishi ham borib qolibdilar. Surxondaryoga. Ha. Surxondaryoga bizni Nizom Nozim hoji Eshonga o'xshagan bir yaxshi odam ekanlar. O'g'lim, bor yo, Qo'chqordan 80-100 kiloligini olib chiqing. So'y, mehmon keldi Chaqirg'ondan debdi. Endi katta bir qo'yni olib chiqib Qo'chqordan so'yib, tayyor qilib, ota, qo'yni so'yib bo'ldim. Nima qilay? Hammasini solaymi yo yarmini olib qo'yaymi desa, buni yarmini olib qo'yib senga bu tovuqmi dedi kerak. Yarmini olib qo'yib Surxondaryoda shunaqa o'g'il bola erkak mard odamlar yashaydi. Dunyoga kelib ikki joyda ko'rmadim-da. Bir o'lib ko'rmadim. Ikkinchi Surxondaryoni. Maşallah ko'rasiz inshaalloh. Ketdi. Alloh. Surxondaryo. Amin. Amin. Yashadim Qo'ng'irot.